Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, men bugundan boshlab studiyamda maqolalar berishni boshlamoqchiman va dunyoga mashhur, butun dunyo xalqi taniydigan buyuk allomalarning hayotini to'la yoritmasam-da, bu allomalardan bir nechasini ibrat sifatida qoldirgan ma'lumotlardan ba'zi birlarini sizlarga bermoqchiman. Qur'oni Karimni 31-surasida 34 ta oyatdan iborat Luqmoni Hakim nomi bilan ma'lumotlarni Muhammad alayhissalomga falakdan keltirilganligini eslatmoqchiman. Shu inson haqida Javohirlar xazinasi kitobining 1-bobida ham farzandlariga nasihat haqida ma'lumotlar berilgan. Men bu tabib dunyoga mashhur bo'lgan insonni ayrim xislatlari haqida ma'lumot bermoqchiman xolos. Luqmoni Hakim buyuk tabib bo'lib, podsho saroyining bosh tabibi sifatida ishlab yurganida saroy tabiblari bu insonga hasad qilib, podsho bilan oralarini buzib, zindonband qilishga olib keladilar. Zindonga tashlangan Luqmoni Hakim ancha oy zindonning zax ta'sirida, qorong'ilik ta'sirida va qarov yaxshi bo'lmaganligi uchun bir hovuch bo'lib, juda ozib, ko'p bo'lib, hatto tana temperaturalari 15-20 gradusga tushib qoladi. Shu paytda podsho qattiq kasalga uchrab, saroy tabiblari davolay olmagach, majbur bo'ladi Luqmoni Hakimni ozod qilib zindondan podsho oldiga olib kelish uchun. Vazirlar borib Luqmoni Hakimni podshoh shunaqa kasal bo'lib qoldi, davolaysiz deganda, men bu holatda bora olmayman. Men podsho saroyiga borguncha olamni tark etishim mumkin. Meni talablarimni bajarsangizgina yetib borib davolayman deydi. Va talabi shunday bo'ladi: 40 pog'onali narvon yasaysizlar. Bu narvonga balog'atga yetgan podshohning malikasini 39 ta kanizagi bilan birga olib kelib 40 pog'onaga o'tkazasizlar va meni birin-ketin qo'lma-qo'l qilib yorug' dunyoga olib chiqsa olsanglar, inay keyin borib xizmat davolayman deydi. Bu holni podshoga borib aytgan vazirlar, podshoh rozi bo'lib tabibni talabini qandirishga farmon beradi. 40 narvon yasaladi, kanizak va uning 39 ta malika va uning 39 ta kanizagi shu pog'onalarga o'tkazib, juda yengil bo'lib qolgan Luqmoni Hakimni qo'lma-qo'l qilib yorug' dunyoga olib chiqadilar. Bu davrda har bitta kanizak ikkinchi kanizakka uzatganda bu yosh qaynoq yurakli balog'atiga yetgan qizlarni qo'lidan o'tib borgan sari zakning ta'sirida vujudga kelgan kasalliklar birin-ketin yo'qolib boradi. Tana temperatura qiziydi va malikani qo'liga yetib yorug' dunyoga oyoq qo'yganda tana temperaturasi 36.6 bo'lib, kuch-quvvatga to'lib, ko'zlari nurga to'lib, sog'lom yigitlarday holatga kelib, podshoh saroyiga boradilar va podshohni tomirini ushlab, ovqatdan zaharlanganligini aniqlagach, tovurni bosh
povurni olib keladilar va oshpazdan so'raydilar, bu podshoni ovqatdan zaharlabsan, qanday qilib zaharlading deganda, bu bosh oshpaz 2 oy avval podshoning shaxsiy oshpazi vafot qilgandan keyin 40 ta menga o'xshagan povurlarni podsho chaqirib ovqat tayyorlatdi va bizni sinovdan o'tkazdi. Shunda men bosh oshpazlikni qo'lga kiritish niyatida ovqatga yong'oqday nasha tashlab yuborgan edim. Ovqatim podshoga yoqib, meni bosh oshpaz qilib tayinladi. Lekin nasha qo'shmasam bu obro'dan ajrayman deb har kuni nasha qo'sha boshladim va bir oydan nasha qo'shib borib, podsho juda yaxshi yashayotgan edi. Bir oydan keyin nasha topishning iloji bo'lmadi. Oqibatda podsho meni ovqatlarimdan yeyishni kamaytirib, shu kasalga uchradi deydi. Qarang, tabib podshoni zaharlanish muolajasini topganligi uchun, mana hozir doktorlarda ham gap bor. Agar kasallikka to'g'ri tashxis qo'ysang, bu kasallik 50% tuzalgani deyishadi. Qarang, podshoni qayta tuzatish uchun Luqmoni Hakim povurga aytadi, o'sha qo'shgan nashani endi men topib beraman deydi. Va har kuni nasha qo'shib ovqat tayyorlash bilan uni miqdorini kamaytirib boradi. Bir oy atrofida nasha qo'shmasa ham ovqatni yeydigan holatga keltirgach, endi podsho taxtga chiqib o'z ishini boshlaydi. Demak, hozirgi zamonda nasha, ko'hnor, tamaki, turli spirtli ichimliklar bilan, qoradori bilan zaharlanib, shuni odat qilgan insonlardan so'rasangiz, nega tashlamaysan shu illatni desangiz, tashlamayman deydi. Agar bu illatdan qutulish uchun bir kun 2 kunda qutulaman deb harakat qilsangiz, qattiq kasallikka uchrab o'lim topishingiz ham mumkin. Ammo Luqmoni Hakim talab qilganiday oz-ozdan kamaytirib borib, sog'ayib ketsangiz uzoq yashay olasiz. Buni sizga eslatmoqchiman. Ikkinchi, Luqmoni Hakimning ulug' insonligi shundaki, bu inson o'limi oldidan o'g'liga vasiyat qilib va meros sifatida bitta kichkina quticha qoldiradi. Quticha ichida uzoq umr sirlari yozilgan qog'oz borligini aytadi. Agar hayotingiz og'irlashganda buni kim oshchi savdosida soting deydi. Haqiqatda Luqmoni Hakimdan keyin o'g'li buni boylar orasida kim oshchi savdosi asosida baholaydi. Juda katta bahoga sotadi va ro'zg'orini yurita boshlaydi. Bu qutichani ochib qaralsa, faqat bunda uzoq umr ko'rmoqchi bo'lsang, oyog'ingni issiq, boshingni sovuqda asra degan so'z chiqadi xolos. Bundan misol shuki, inson tanasini har kun qon aylanganda qonning 30% doim boshga borib turadi. Shuning uchun insonlar qish chillasida ham bosh yalang'och, yuzlari ochiq holatda bemalol yura oladilar va kasal bo'lmaydilar. Ammo oyoqlariga 1% qon boradi. Shuning uchun oyoq tananing eng uzoq hududi bo'lganligi uchun u yerdan sovuq holda kelayotgan qon odamni buyrak, yurak, jigar va tomoq og'riqlarini keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Demak, shuning uchun oyoqni doim issiqda asrasangiz, tomoq og'rimaydi, gripp bo'lmaysiz, kasallikka uchramaysiz. Aks holda
aliftachilik qilsangiz, oyoqni ushlamasangiz, doim girib bo'lib, burningizni tortib, hali buyrakdan, hali jigardan shikoyat qilib o'tasiz. Hurmatli tinglovchilar, men bu olimni sizlarga ibrat bo'ladigan ayrim ma'lumotlarni berdim xolos. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.